Assalomu alaykum. Bugun Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlarida 2026-yil 1,5 yillik davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tahliliy ma'lumot beramiz. Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlarida o'tgan 2026-yil 1,5 yillik davomida arxiv ishi va ish yuritish borasida, shuningdek, hurmatli prezidentimiz hamda hukumat topshiriqlari ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Boshqarmaning joriy yil 1,5 yillik mobaynida arxiv ishini rivojlantirish rejasi bo'yicha bugungi kundagi asosiy masalalardan biri bo'lgan Toshkent viloyatidagi davlat arxivlari tomonidan hujjatlarning elektron nusxasini yaratish bo'yicha 17.940 saqlov birligidagi 4.521.937 ta kadrda hujjatlarning elektron nusxalari yaratildi. 10.412 varaqadan iborat qog'oz asosidagi arxiv hujjatlari ta'mirlandi hamda 3631 saqlov birligidagi arxiv hujjatlarini muqovalash va tikish ishlari amalga oshirildi. Davlat arxivlari tomonidan tashkilotlardan 33.400 saqlov birligidagi boshqaruv arxiv hujjatlari hamda 1520 saqlov birligidagi shaxsiy tarkib hujjatlari arxiv saqloviga qabul qilinib, ularning mavjudligi va holati tekshirildi. Shuning bilan birga dalolatnomalar tuzildi. Arxiv saqlovida bo'lgan 33.400 saqlov birligidagi hujjatlarning mavjudligi va holati tekshirildi. Davlat arxivlarining o'quv-xonalarida 34 ta tadqiqotchiga xizmat ko'rsatildi va 681 ta yig'ma jild ko'rib chiqish uchun taqdim etildi. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarining ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlari bo'yicha joriy yil 1,5 yillik davomida Toshkent viloyati arxiv ishi va hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlariga jami 24.809 ta ijtimoiy huquqiy so'rovlar kelib tushdi. Shundan 14.900 ta so'rovga kamchiliklari yuzasidan salbiy javob berildi. 19.071 ta so'rovlarga ijobiy javob berildi. 715 ta so'rov ijro jarayonida bo'lgan. Mavzuli so'rovlar bo'yicha joriy yil 1,5 yillik davomida Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlariga jami 11.104 ta mavzuli so'rovlar kelib tushdi. Shulardan 8.832 ta so'rovlarga ijobiy javob berildi va 2.144 ta so'rov ko'rib chiqilib, kamchiliklar yuzasidan salbiy javob berildi. So'rovlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlash qat'iy nazoratga olingan. Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasiga yuklatilgan asosiy vazifalarning bajarilishi yuzasidan Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi tizimidagi jamlash manbai tashkilotlarning ish yuritish va arxiv ishi bo'yicha 36 ta ichki me'yoriy hujjatlari, jumladan 19 ta yig'ma jildlar nomenklaturalari, 4 ta ish yuritish yo'riqnomalari, 7 ta ekspert komissiya nizomlari va 6 ta idoraviy arxiv nizomlari boshqarma huzuridagi ekspert tekshiruv komissiyasida ko'rib chiqilib, kelishib berildi. Moliyaviy iqtisodiy ko'rsatkichlar natijalari hamda moddiy texnik bazani mustahkamlash bo'yicha Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlari tomonidan ko'rsatilgan pulli xizmatlarning umumiy qiymati 2.906 million so'mni tashkil etdi. Pulli xizmatlar ko'rsatishdan tushgan daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlariga ilmiy texnikaviy ishlov berish, hujjatlarni depozitlar saqloviga qabul qilish, mavzuli so'rovlarni bajarish va arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha xizmat turlarini bajarish hisobiga amalga oshirildi. Moddiy texnik bazani ta'minlash bo'yicha davlat arxivlarining moddiy texnik bazasini muntazam yangilab borish doirasida joriy yil 1,5 yillik davomida arxivlarga jami 31 ta zamonaviy kompyuter va 24 ta skaner qurilmalari bilan ta'minlandi. Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasining arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha davlat nazorati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-martdagi 174-sonli arxiv ishi va ish yuritish sohasidagi ayrim normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarorning bajarilishi yuzasidan Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi buyrug'i qabul qilindi hamda arxiv ishi va ish yuritish holati yuzasidan davlat nazoratini tashkil etish bo'yicha joriy yil rejasi tasdiqlanib, 1,5 yilligi davomida Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi tomonidan jami 14 ta tashkilot va idoralarda davlat nazorati o'rganishi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-noyabrdagi 228-son farmoni ijrosi yuzasidan 2026-yil uchun quyidagi rejalar belgilandi. Davlat arxivlari tomonidan yaratilayotgan hujjatlarning elektron nusxalarini e-saqlov axborot tizimiga muntazam kiritib borish, davlat arxivlarida saqlanayotgan Milliy arxiv fondi hujjatlarining elektron nusxasini yaratish, ishlarini yil yakuniga qadar 15% ga yetkazish, davlat arxivlarining moddiy texnik bazasini muntazam yangilab borish, davlat arxivlarining funksional vazifalarini raqamlashtirish, arxiv xizmatlariga bosqichma-bosqich sun'iy intellektni joriy etish orqali inson omilini kamaytirish, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish shular jumlasidandir.
Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari xodimlari tomonidan sizga nisbatan qonun buzilishi holatlari yoki korrupsion holatlar sodir etilsa, Toshkent viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasining 71 kodi bilan 291 72 27 raqamiga murojaat qilishingiz so'raladi. E'tiboringiz uchun rahmat.